Hammaga assalomu alaykum. Yangi YouTube videomga xush kelibsizlar. Bugun 17-fevral. Men Navoiyga ketyapman. Короче, bugun men bitta katta ish qilaman. Bu onamlarni xafa ham qilishi mumkin. Lekin men bu ishni qilmasam bo'lmaydi. Onam hozir O'zbekistonda emaslar. Dam olishga ketganlar. Kelsalar, hali reaksiyalarini olib ko'rsaman. Bugun men juda hayajonli daqiqalar, anchadan beri orzu qilgan narsamni amalga oshiraman. Sizlar bilan Navoiyga mashinada ketamiz. Rulda video olish ozgina noqulay, mikrofonimni ham taqolmadim, chunki juda ham xavfli joylardan ketyapman. Navoiyga biz sizlar bilan yo'l oldik. Hozir cho'l bilan ketyapman. Buxoroni biladiganlar bu to'da ko'l tomonlardan. Nasib bo'lsa 1,5 soatga meni yetishi kerak. Короче, bilsalaringiz men achik toqish boshladim. Uzoq yo'llarga achik toqishim kerak. Qachondan beri toqish esimdan chiqib ketibdi. Realda lekin achiki bilan yaxshiroq ekan. Ba'zida ko'zim to'liqqan, og'riganini mana bunaqa yo'llarda his qilaydim. Hozircha yaxshi ketyapmiz. Bugun men katta o'zgarishlar qilaman. Kutingizlar. Men salonga keldim. Hozir menga Rapunzelning sochlarini qo'yib beradilar. Sizlar ozgina kuzatishlaringiz mumkin. Mana bir qachon bo'lsa, o'sha chiroq bo'lmaydi-da. Sizdan bor ekan-da. Meni sochim, boshimni chiroyli tishdi birinchi marta. Realda chiroyli, mana qarang. Mana ob'yom bor-da. Vafilka qilib yuraylik. Qizlar bilasizmi? Ob'yom ber, mana berib chiqib yurgan. Vafilka qilib yurayman baribramlik. Prosta sochim kam uchun vafilka qilib yurayman o'zi lekin. Lekin baribir vafilka qilganlar o'zi ham bor-da, baribir mana. Uchinchi qizim boshini chiroyli-da. Ikkitasini pachiq. Nafis, Afruzdan so'rangchi, qachon kelyapti? Afruz kechada 2-3larga boraman dedi. Choy turadi keyin bular o'zi? Kimdir 2 oyda yechiradi, kimdir 3 oyda yechiradi. Hammada har xil, chunki nima deganingizda sochini o'sishi har xil-ku hammaniki. O'sib tushgan, uzun bo'lib ketgandan keyin o'zingizga qanaqadir yoqimsiz bo'ladi-da. O'shani hisobiga hammada o'sishiga qarab, sochingiz o'sishiga qarabda. O'zingizga neto bo'lsa, nima qilasiz? Yechib, yana qaytadan qo'ydirasiz. Mana masalan, kesangiz, yo'qmasa o'zingizga yaqinroq joyga borganingizda yechirtirib, yana shuni o'zini qo'ydirsangiz bo'ladi. O'shandan keyin faqat yechganiga, qo'yganiga bo'ladi-da, o'sha soch o'zingizniki bo'ladi-ku. Sizda ochilish doimiy o'tadami? Ha. Doimiy shuni. Doimiy shuni bitursinmi? Ha, o'zim soch taqma. Ha. Ketirgandimi sochini? U yechganimda tashib ketdi. Qo'yganimdan keyin yechib tashib ketdi-da. Afruz kelyapti ekan, kesin narsani pichoqli bo'ladi. Saymalov. Ha. Sayma? Ha. Sochingiz to'kilib o'syaptimi? Sochimni men 1 yil oldin ximiya qildirgandim-da, o'shandan keyin to'kildi sochim. Endi o'syapti boshqatda. Maydasi qopda. Kuygandi sochim. Pastlan rangi boshqacha sochim kuygandi-da, o'sha ximiyadan keyin. Chunki ximiyani ichida kuydiradigan narsasi bor-da, uning ichida. Chunki o'sha kuydiradigan narsasi bilan qilmasa, jingalak bo'lmaydi sochingiz. Yaxshi jingalak qildirdim, yaxshi bo'lmaydi lekin yoqmaydi o'zimga. Yaxshi qila olmaganda unda demak. Kuydirib o'rgandim. Hid bilan yurdimdaki. Yo, hidi bo'ladi, sredstvasini. Yuvsangiz ketadi boshingizda.
O'sha qiladigan paytda bo'ladi-da endi. Tamam, televizyon kapatıp geçmiş. Bir xil ekan. Sillig'am ekan o'zim sochim shuni. Bir xil to'la sen bir xil ekan, ana sen bir xil ekan. Rangi. Rangi bilan sifati bir xil bo'lsa, bilinmaydi-da qilgani. Ha, qirqib tashlayman lishning joylarini. Gapiravering, qirqaman baribir. Men YouTube'ga chiqishni xohlamaysizmi siz? Ko'rinmaysiz-ku. Nima bo'ldi uni? Afruza undan chiqmasdi-ku. Chunki men ana Afruza bilan gaplashdim kishi yaqinida. Bo'ldi, endi faqat Afruza bilan. Nima bo'ladi? Gulchira qo'yinglar. Bormadi-da bular. Gulchira banqiladan shunday bo'lgan qilaman parchalar. Hamma bilan qisib olaman. Qon bur bilan. Tez o'ynaydi. Ana aylamak ochilyapti aylan egasi. Qani sizniki ochildi. Aylo. Sarg'ay yo'q endi. Sarg'ay ketgan. Hech qanday aylo o'rtada qizil bantiklik. Hukmat qilmanglar-da. Sarg'ay yo'q. Men qizil bantikni ko'rmayman. Ikkita oq bilan sizga qizil Endi ketgan. men qorayib ketgan ma uyimdagi qizim bergan qizil turibdi xola. Issig'amki yo'qdi. Yo'q, biron nima qilibsan, sepibsan biron nima gullaga. Mayda o'zi unaqa narsani Chemikat kesib vazaga qo'yish kerak-da. Ochib Qavrib qopti. Gulchira pasizligi gullar. Xotinni ajrashtirmoqchimisan deydi. Xotiniga maqsad? Xotiniga. To'g'ri, mo'kega yuring. Yo'q, marz bo'ldi. Maqsad yo'q, ana xot qilaman. Ayol so'rashga qo'ymagan borib, ha? Qarog'imda. Nima qilarmiz? To'xtalib maska qilib chiqaringlar sho'rda. Narsa yo'q olib keldinglarmi bugun? Afruzani ham kutsanglar, toshni yotasizlar-da. Instagramda qarab Честно, suv bering. Azizga bering endi. Assalomu alaykum hammaga. Biz hozir sochimni qildirishga keldik. Sochimga 80 santimetrli soch olyapmiz. Mana Navoiyga kelib ektirib ketyapman. Chunki masterim shu yoqda ekan. Zo'r ekan. Sochimda yashil sakolkacha bor. Chunki masterim ko'ylagiga moslab olgan ekan uni. Kompleks ishlaymiz-da biz. Hozir bu yoqda nechta soch bor? Jami 200 dan ko'proq. 200 tadan ko'proq soch tolalarini bitta-bitta olib chiqamiz. Soch tolalarini bir xilligini bilmaysizmi? Shuni ham maqtaydi. Shuni maqtaydi, ranglarni bir xil. Mana ranglari ham bir xil, sochiga mos tushgan.
Hayotda ko'rsanglar вообще vau. Hozir ozginagina men berlarni chuqalab olay. Keyin beramiz sochda. Kleylaydi. Mana uzun. Bu xuddi kamday ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin aslida hozir ko'ppalar bo'ladi. Ular bo'lgandan keyin deb nafas ola olaman, chunki tomog'im og'riganda. Zerikmaymiz, chunki bu kamida 2-3 soat vaqtimizni oladi. Voshimiz to'lib boraveradi. Sochimiz bora-bora uzun bo'lib boraveradi. Men sizlar bilan Malohat Rasulova. Xayr sog' bo'ling. Qo'lingizni ko'taring. Xayr sog' bo'linglar. Soch to'lab bo'lgandan keyin aloqaga chiqamiz. Da. Nima? Ha, olyapti. Ha. Mana biz hozir sochimni bo'ldik deb men o'zim azvochka qilib beryapman dugonamga. Dugonam 8 kilolik sochini ulab bo'ldi. Mana Masteram xursand, Malohatam, Afruza ham men ham xursand. Sportivkangizgacha bitta turib berasizmi? 5 soatdan beri o'tiribdi dugonam, tura olmaydi-da. Yo'q, 4 soat, 1 soat qo'shmaylar. 4 soatdan beri. Hozir qo'shilib ketadi. Ha, hozir bitta yuvamiz, qo'shiladi-da. Bular hozir alohida qo'ygan. bitta qarab berasizmi, Rasulova? Xuddi. Qo'shilib bir-birga. To'xtangizlar birinchi. Ha, ashulay. Oldingizga tashlang hammasini. Qo'shilib ketadi hozir. Bitta chiroyli ko'rsatkilar. Efirda o'ylaydi dugonam. Hammasi o'zi. Mana gapir ham qilishyapti. Endi qanday baxt. Baxt. Astag'firullah. Sochimni yukida kladka qildiraydi. Har kun nafsga o'xshab salom boraman buni kladka qildirishga. Mayli. Endi qanday o'chiray? Qanday o'chiray? Qizil knopka ham berdim. Endi mening bir arqa sochim bor. Yoshligimdan orzu qilgan sochim. Bo'lgan biz ham bo'g'imgacha doim bo'lganda, uncha uzun bo'lmagan. Onamlar qanday reaksiya qiladilar, juda qiziq. Necha soat ketdi? 5 soat ketdimi shunda? 5 soatdan beri mana shu yerda biza. Osonmi sizlarga hayot? Azokladka qilib berarlar, keyin Afruzni boshlaymiz. Afruzni ham xuddi shunday qiladilar. Sal orqaga tushib. Ha, tushib ketdi. Bor. Ota sochingiz ko'rmay qolganda to'liq. Nechli qizchaga o'xshaysiz. O'zi nechli qizman. Xo'p. Juda sochim shunday edi-ku, Afruz eslamay. Sizligini. Qarang, sochni tashlaganimdan keyin. Uni tashlaganimdan keyin kulib qaraysiz kameraga. Keyin mana qilaman-ku soch bu tarafga qaraysiz, чтоб sochingizni bunaqa ko'rsatib beraman. Keyin bu tarafingizni nima qilgan paytimda bu tarafga qaraysiz. Keyin bu yoqdan bu yoqqa qaragan paytda nima qilib qarang. Kamera chunki olgan paytda o'ziga bilinmaydi. Shu bilasizlar videolarda ko'pincha kulib turib bu tarafga qarab o'ting. Kulib turib bu tarafga qarab o'ting. Yo'qsa pastga qarab turib, xo'p? Pastga qarash tanladim. Ko'zingizni yumush tanlamang, unaqa variant yo'q. Keyin qara dedilar-ku. Da, чтобы davom bo'lganini bilmish kerak-da. Shu kameraga ko'rsatib berishingiz kerak.
Kamera bozilmaganligi. Men charchadim, men qizni sizlar charchasizlar. Qaraman mana-da. Ana shuni. Bosdingiz, ha? Mana kreslo ko'rinmayaptimi? Sal orqaga tashlang. O'zlarining ham sochini rangi chiroyli, bir xil bo'lib juda chiroyli rang beradi o'zi. Men boshdan bosib turganimda aniq so'raladi bu qaysi rangga bo'yalgan deb. Chiroyli bo'libdi, lekin. Aytib aniq so'raladi, qanaqa rang bu. Apa, o'qib keting bu qizni bo'ldi. Oling. Birinchi qaysi biriga olsin? Yo'q, birinchi yuzingiz qisila, chunki yuz tez bo'ladi-ku. Boshqa joylaringizga o'tib ketmaysizmi? Yo'q, men bitta joyda qolaman. Короче, men 25 yoshimda hayotimdagi eng katta o'zgarish qildim. Kipriklarim qalay sizlarga? O'zim qabul qila olmayapman hali. Bu kiprikni bir 3-4 yildan beri qo'yishni orzu qilardim. Sochni 1 yildan beri va men yetdim niyatimga. Onam holi tushlariga ham kirgani yo'q. Hozir qilib o'tgan ishlarimni apalarim bilaydilar, aytdim. Bilmayman qanday qabul qilishadi meni. O'zim hali o'zim qabul qila olmayman. Haliki onam, apalarim Просто romatimni qishla qilmaganimdan o'zim g'alati his qilyapman. Lekin yoqyapman вообще-то. Yangicha ko'rinish. Tushlarim uzilgan qaranglar. Rapunzel bo'ldim. Hozir yuzlarimni anaqa depilatsiya qildik deb, o'sha uchun qizarib o'tiribman, makiyajsizman. Voy. Bugun Navoiyga kelish maqsadim shu edi. Erta endi birinchi joylar aylanishga boramiz. Bugun biz uchun Dень красоты. Mana bu yerda baliqchalar bor ekan, sizlar ko'zda olayda. Hozir tushiravermagan. Bular tirikmi? Bular ustiga mikrob tushmaydimi? Ochiq-ku. Baliqchalar. Keyinchalik qayerda sochimni qildirganim qaranglar, o'zim rangim bilan mos kelgan prям qayerda sochimni qildirganim, qayerda kiprikchilarimni qildirganim qiziq bo'lsa, kommentariyada so'rab yozsalar, aytaman sizlarga. Navoiyda qildirganman. Ya men kim podrobno salonni adresini, nomerlarini beraman-da. Tavba. Zo'r qilayotganlar, lekin qaranglar bilinmaydi o'zi men. Reklama qila olay. Qitigina o'rgana olmayman, lekin zo'r o'zimga yoqibdi. Afruz bilan salondan chiqib, ishlayaptimi? Ha. Salondan chiqib mehmonxonaga joylashdik. Qaysi mehmonxona edi bu? Shedevermi? Hozir men sizlarga xonani room tour qilaman, Navoiydagi mehmonxonani. Короче, Afruz. Hozir men bu yerda eshik, mayli sanuzeldan boshlab ko'rsataman sizlarga. Mana shu takoy sanuzel tozagina, yaxshigina. Xonaga kiramiz. 2 kishilik xona. Afruz, oyna, yana bitta oyna bizga kerakli. Bu meni sochlarim. Endi men buni to jonimga tekkancha, jonimga tegmasa ham kerak, maqtaveraman. Va kipriklarim. Tugunam ham soch qilgan. O'zdigina ham sochlar uzun deganda uzun bo'lib ketdi. Men sizlarga yana bittasini ko'rsatmoqchiman. Ay, urib oldim. Bittasini ko'rsatmoqchiman. Bizga qanday joylashtirib olsam ekan? Mamlaqa sprey yo'q. Bu balzam. Sochimiz uchun balzam tavsiya etdilar, yaxshi ekan. Men bu sprey Afruz oldin ishlatgan ekan. Men shuni endi sochimizni yuvgandan keyin tarab shuni ishlatamiz. Yana bitta
bitta shampun anaqa. Bilmayman qanday men sochimga ta'sir qiladi. Yaxshimi? Afsus ishlatib ko'rgan ekan, yaxshi ekan. Mana shunaqalarni oldik. Narashka uchun spetsialniy tarog'i bor, uni itda olamiz. Meni yuzim depilatsiya qilganim uchun men bu yoqlarim ozgina qizarib ko'rinyapti, lekin itda zerib ketaman. Hozir soat necha? Bizada ovqat zakaz qildik, och qoldik. Soat 12 dan 44 da. Bu mehmonxona 2 kishilik, har bir kishidan 400 ming, 800 ming bo'ldi. O'zimiz ozgina kechira olmaymiz. Biz ovqatlanamiz endi. Hozir hot dog zakaz qildik. Nima deylar? Men Navoiyga kelsam, ko'p holatda hot dog yeyishni yaxshi ko'raman. Yoshligim eslatadi berni hot dogi. Umid qilamanki, o'sha hot dogdan endi siz kamerani ko'rganda telefonga qarab o'tirasizmi? Yo'q. Salom. Salom. Bir yorug' chiroyli ko'rinadi, bilasizmi? Yorug' bo'lmasa endi biz sochimizni qiziltirma. Yanada bir-birimizga mani prichyoskamni ma'loda qildik. Afsusda ham shunaqa prichyostkada yuraydi. Sochlariga havasim ketaydi ekanman, suvchi olaymi? Ma'lum yo'lda qolib ketdi. Endi unaqa suv ham yo'q-da, bizda gazlik tashlab kelamiz taqay. Hozir hot dog men ko'rishim kerak-da. Men bu chimchilik hot dog. Hozir men sizlarga yeb aytamanki, yo'g'ini o'zim yeyman deb. Hamma yegan bo'lsa kerak. Hozir ham yeyishadi вообще-то. Lekin unchalik issiq emas ekan. Qayerdan zakaz qildingiz buni? Toshkent lavash. Yaxshi. Bir kun kecha zakaz qildik, bilasizmi? Zo'ridan sha. Undan ham. Bu ham yaxshi lekin. Vkusno. Короче, bizga yoqimli ishtaha. Пока-пока. Пока-пока.